Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda laboratoriya mashg'ulotimizga berilgan mavzu elektrolit eritmalar va tuzlar gidrolizi haqida gaplashamiz. Darsimizga reja tuzib olib, mavzumizni davom ettiramiz. Mavzumizning rejasi quyidagicha: elektrolit eritmalar nima? Tuzlar gidrolizi haqida, elektrolit eritmalarining sinov usullari, tuzlarning gidrolizi mexanizmlari. Laboratoriya mashg'ulotiga kirish. Laboratoriya mashg'uloti kirishda tuzlarning gidrolizini tushuntirib, mexanizmlari va amaliy qo'llanilishi bilan bog'liq. Laboratoriya mashg'ulotida elektrolit eritmalarining xususiyatlari va ularning ahamiyati haqida o'rganiladi. Tuzlar gidrolizi jarayoni ishlab chiqiladi. Bu jarayon natijasida tuzlarning suvda yuvilishi, muhitning pH darajasiga ta'siri o'rganiladi. Elektrolit eritmalar nima? Moddalar ikki xil turga bo'linadi. Elektrolitlarga qarab, elektrolitlar va noelektrolitlar. Elektrolitlar bu eritmalari va suyuqlanmalari elektr tok o'tkazuvchi moddalar, noelektrolitlar esa eritmalari va suyuqlanmalari elektr tok o'tkazmaydigan moddalardir. Bu suvda eriydigan tuzlar, kislotalar bo'lib, ular qaytaruvchanlik yoki o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega bo'ladi. Gidroliz jarayoni muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Tuzlar gidroliz tushunchasi. Laboratoriya mashg'uloti elektrolit eritmalarining xossalari va harakatlarini o'rganishga qaratilgan. Bu jarayon kimyo fanining muhim qismi hisoblanadi. Tuzlar gidrolizi tushunchasi orqali biz tuzlarning eritmadagi xatti-harakatlarini va ularning gidroliz jarayonlarini qanday kechishini bilib olamiz. Tuzlar gidrolizi bu vodorod yoki ishqorlarning tuz bilan reaksiyaga kirishishi natijasida hosil bo'lishidir. Bu jarayon tahlil va o'rganish uchun muhimdir. Elektrolit eritmalarining sinov usuli. Dissotsiatsiya elektrolitlarning suvda eriganida ionlarga ajraladi. Bu jarayon dissotsiatsiya deb ataladi. Misol tariqasida natriy xlor, ya'ni tuz, elektrolit, shakar esa noelektrolit hisoblanadi. Arrhenius fikricha, molekulalarning ionlarga ajralishi uchun elektr oqimining hech qanday ahamiyati yo'q. Elektrolitlar suvda erish jarayonida ionlarga ajraladi. Buning natijasida eritmalardagi zarrachalarning soni ortadi va shuning uchun elektrolit eritmalarining osmotik bosimi xuddi shunday konsentratsiyadagi noelektrolit modda eritmasining osmotik bosimidan bir necha marta ko'p bo'ladi. Elektrolit molekulalarining ionlarga ajralishi qaytar jarayondir. Masalan, sirka kislotani ionlarga ajratadigan bo'lsak, asetat ioni va vodorod kationi chiqadi. Bunda asetat ioni anion, vodorod esa kation, ya'ni kislotali muhitni hosil qiladi. Mavzu haqida umumiy xulosalar. Laboratoriya mashg'ulotlarida, masalan, tuzlarning gidrolizini aniqlash va tushunish uchun metodlar orqali kuzatiladi. Bu bilimlar suv muhitini tahlil qilishga yordam beradi. Tuzlar gidroliz jarayonida gidrofil reaksiyalar sodir bo'ladi. Bu tuzlarning suvdagi diskotsiya va pH muhitiga ta'sirini tushuntiradi. Bu jarayon muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Elektrolit eritmalar kimyo fanida muhim mavzu bo'lib, ular elektrokimyoviy jarayonlarda va biologik tizimda muhim rol o'ynaydi. Ularning xossalari yaxshilab o'rganib chiqiladi. Tuzlarning gidroliz mexanizmlari haqida gaplashamiz. Gidroliz jarayoni nafaqat eritmaning pH qiymatini belgilaydi, balki tuzlarning suvdagi barqarorligi, reaksiyalar yo'nalishi va ko'plab kimyoviy jarayonlarni tushuntirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Gidroliz jarayonlari ham turli jarayonlarga o'xshab muhim jarayon hisoblanadi. Kimyoviy jarayonlarni, laboratoriyalarni olib borishda doimo ehtiyotkor bo'lish kerak. Bugungi darsimizni shu yerda nihoyalaymiz va e'tiboringiz uchun rahmat.